Ikkinchi hayotga qaytdim deyman. Migren og'rig'i umuman yo'q. Bizning yaxshi bemorlarimizdan bittasi Shoir opamiz 24 kun o'tibdi amaliyotdan keyin umuman og'riqlar yo'q. Hacha operatsiyadan oldin kuniga 5 ta 6 talab dori ichib tashirdilar. 18 yil davomida migren xurujlaridan aziyat chekib kelganlar. Mana 24 kundan beri migren og'riqlaridan asar ham yo'q, to'g'ri aytyapmanmi? To'g'ri aytyapsiz. Dorilar ta'sir qilmay qo'ygandan keyin psixotrop va gormonal dori preparatlari, dori vositalariga o'tishgan va bu nojo'ya ta'sirlarni ko'ra boshlaganlardan keyin sekin bizlarni topib keldilar amaliyotga. Endi podrobno o'zlaridan eshitamiz. Men shu 18 yildan beri shu migren xastaligi bilan qiynalib yurardim. Уже umidimni ham uzib qo'yuvdim tuzalishdan. Bir kun Instagramda shu Medas klinikani hurmatli Hamidulla Fatullayevich ko'rib, shunda ko'rdim-u ishondim tuzalishimga. To'g'ri keldim. Mendan operatsiya amaliyotini o'tkazishdi. Operatsiya juda ham muvaffaqiyatli o'tdi, Xudoga shukr. 24 kun bo'ldi operatsiya bo'lganimga. Migrenlik og'rig'im yo'q. Mana u kayfiyatim yaxshi, уже kulib, xursand bo'lib yuraman. Xuddi ikkinchi hayotga qaytdim deyman. Migren og'rig'i umuman yo'q. Juda ham minnatdorman shu klinikadan, malakali vrachlarimizdan. Yaxshi ham borsizlar, shuncha bemorlarga davo beryapsizlar. Kim shu migren xastaligi bilan kasal bo'lsa, qo'rqmanglar, kelinglar, ishoninglar. Bu realniy, mana boshimdan o'tgan odam sifatida aytyapman. Men tuzaldim, hayotga qaytdim. Endi уже qarashlarim ham boshqacha bo'lyapti, kayfiyatim ko'tarilyapti. Umuman hech qanaqa og'riq qoldiradigan dorilar ichmadim. Juda ham xursandman. Allohga behisob shukr. Shunaqa yaxshi qarashdiki, u yerdan tuzalib chiqib ketmasangiz uyatda. Menga aytishdiki, shu migrenni shu klinikaga tashlab ketasiz, sog'lom uyingizga chiqib ketasiz deyishdi. Rostdan shunaqa bo'ldi. Men tashlab ketdim o'sha yerda migrendan. Operatsiyaga qarshi bo'lganlar bo'lganmi? Bo'ldi, конечно. O'zimning yaqinlarim mendan xavotir olishdi-da, что bu bosh operatsiyasi qanaqadir vahimali tuyuldi ularga. Men ularga quloq solmadim. Shunaqangi og'riq kuchliligidan men tuzalsam bo'ldi dedim-da. Men ishondim-da, shu uverenlik keldim men. Xavfli ekanmi amaliyot? Yo'q, umuman xavfli emas. Qanaqadir bir nojo'ya ta'sirini ko'rdingizmi? Yo'q. Teri ostidan qilishdi. Juda ham malakali doktorlar, xodimlar ham yaxshi, shirin so'z, yaxshi gapirib, opajon deb shunaqa yaxshi qarashdiki, tuzalmasangiz uyatda, betdan tuzalib chiqib ketmasangiz uyatda. Hayotga boshqacha qarayapman, rejalarim bor, Xudo xolisa уже. Shunaqa rahmat sizlarga, ishinglarni rivojini bersin, yuzinglar yorug' bo'lsin. Hamisha sizlar borsizlarki, mana bizlardagi bemorlar tuzalishyapti, yuzimizga tabassum yuguryapti. Boringlarga shukr. Rahmat. Omadinglarni bersin hamisha.